Rossiya Ukrainaning muhim infratuzilmasiga hujumlarni kuchaytirmoqda. Zelenskiy. Eron AQSh bilan urush katta ehtimol bilan qayta boshlanishini ma'lum qildi. NATOning parchalanishi davom etmoqda. Tusk. Rossiya Xersonga hujum uyushtirdi. Qurbonlar bor. Endi AQShdan takliflarga rasmiy javob kutyapmiz. Eron. AQSh Eron bilan urush tufayli Yevropaga qurol yetkazib berishni kechiktirmoqda. FT. AQSh Germaniyadan 5000 askarni olib chiqmoqda. Endi esa batafsil. Azizlar, sizlarga ishonchli va qulay. Maftunopa boshchiligida Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirsk va boshqa shaharlarga avtobus, Sprinter va yengil avtomobil xizmatlarini tavsiya etamiz. Rossiya bo'ylab taksi xizmatlarimiz ham mavjud. Ekraningizdagi raqamlar orqali bog'lanib, kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Eron AQSh bilan urush katta ehtimol bilan qayta boshlanishini ma'lum qildi. Bu haqda Fars axborot agentligi Tehron armiyasi markaziy qo'mondonligining yuqori martabali mulozimi Muhammad Jafar Asadiyning bayonotiga tayanib xabar bermoqda. Unga ko'ra, Washington va Tehron o'rtasida harbiy harakatlarning qayta boshlanishi katta ehtimol deb baholanyapti. Asadiy Qo'shma Shtatlarni kelishuvlarga amal qilmaslikda ayblab, Eron qurolli kuchlari amerikaliklarning har qanday yangi hujumlariga to'liq shay ekanini bildirdi. Ushbu ogohlantirish Donald Trampning Tehron tomonidan vositachi Pokiston orqali taqdim etilgan yangi tinchlik taklifidan qanoatlanmagani haqidagi so'zlaridan keyin paydo bo'ldi. Tramp muzokaralarning to'xtab qolganini Eron rahbariyati ichidagi ichki kelishmovchiliklar bilan izohlagandi. Tehron tomoni esa Washingtonning harakatlari va bayonotlarini neft narxi tushib ketmasligiga qaratilgan siyosiy bosim deb atamoqda. NATOning parchalanishi davom etmoqda. Tusk. Polsha bosh vaziri Donald Tusk AQShning Germaniyadan 5000 nafar askarni olib chiqish qaroriga izoh berib, NATO ichidagi birlik zaiflashayotganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, transatlantik hamjamiyat uchun eng katta tahdid tashqi dushmanlar emas, balki alyansning o'z ichidagi parchalanish jarayonidir. Transatlantik hamjamiyat uchun eng katta tahdid uning tashqi dushmanlari emas, balki ittifoqimizning davom etayotgan parchalanishidir, deb ta'kidladi Tusk. Ushbu bayonot AQShning Germaniyadagi harbiy ishtirokini qisqartirish qarori fonida yangradi. Tahlilchilarga ko'ra, bu qadam NATO doirasidagi hamkorlik va ishonchga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Rossiya Ukrainaning muhim infratuzilmasiga hujumlarni kuchaytirmoqda. Zelenskiy. Jang maydonida muvaffaqiyatsizlikka uchragan Rossiya Ukrainaning muhim infratuzilmasiga hujumlarni kuchaytirmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu haqda Kiyevda Moldova prezidenti Maya Sandu bilan qo'shma matbuot anjumanida ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya kuchlari o'z hujumlarini energetika, logistika, suv ta'minoti va transport infratuzilmasiga, xususan temir yo'l inshootlari va ko'priklarga qaratgan. Bunday harakatlar Ukrainaning xalqaro sheriklariga bosim o'tkazish va muzokaralar jarayoniga ta'sir o'tkazishga qaratilgan. Kiyev xalqaro yordamni o'zining mudofaa ishlab chiqarishini rivojlantirish va energetika tizimini himoya qilishga yo'naltirish niyatida, deya ta'kidladi Zelenskiy. Rossiya Xersonga hujum uyushtirdi. Qurbonlar bor. Rossiya kuchlari kecha Ukrainaning Xerson viloyatidagi qishloqlarni o'qqa tutib 2 kishi halok bo'ldi va 18 kishi yaralandi. Xerson viloyat prokuraturasi bu haqda o'zining Telegram kanalidagi bayonotida e'lon qilgan. Kecha ertalab Xersonda Rossiya qo'shinlari ko'chada ketayotgan mikroavtobusga dron yordamida hujum qilishdi. Natijada 56 yoshli ayol va 51 yoshli erkak darhol halok bo'ldi. Yana 10 kishi yaralandi. Shunga o'xshash vaziyatda yana bir mikroavtobusga hujum qilindi. Natijada haydovchi jarohat olgan. Bundan tashqari viloyat poytaxtining turli tumanlarida 3 bola yaralandi. Injenerning qishlog'ida esa yana bir kishi yaralangan. Xususiy va ko'p qavatli uylar, shuningdek transport vositalari shikastlangan. AQSh Eron bilan urush tufayli Yevropaga qurol yetkazib berishni kechiktirmoqda. FT. Washington Yevropadagi ittifoqchilarini qurol yetkazib berishda jiddiy kechikishlar bo'lishi haqida ogohlantirdi. Jumladan NASAMS va HIMARS reaktiv tizimlari uchun raketalar ta'minoti kechiktirildi. Bunga sabab Eron bilan urush natijasida AQSh arsenallarining kamayib ketganidir. Nashr bu holatni jumladan Kiyev uchun ham yomon yangilik deb atamoqda. Ukrainalik amaldorning FT'ga ma'lum qilishicha, AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi boshlanganidan beri Ukrainaga Amerika qurollarini yetkazib berish kechikmoqda. Shu bilan birga AQSh davlat departamenti Washingtonning yaqin sharqdagi 4 ittifoqchisi Isroil, Qatar, Kuvayt va Birlashgan Arab Amirligiga umumiy qiymati 8,6 milliard dollardan ortiq bo'lgan harbiy eksportni ma'qullagan. AQSh Germaniyadan 5000 askarni olib chiqmoqda.
Qo'shma Shtatlar Germaniyadan 5000 askarni olib chiqishni boshlamoqda. Bu haqda Pentagon vakili Shon Parnell ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Amerika qo'shinlarini olib chiqish keyingi 6-12 oy ichida yakunlanishi rejalashtirilgan. Washingtonning qarori AQSh prezidenti Donald Tramp va Yevropaning NATO ittifoqchilari o'rtasida Eron bilan urush borasida kelishmovchiliklar kuchayib borayotgan bir paytda qabul qilindi. Tramp ilgari Germaniya kansleri Friedrich Merz bilan bo'lgan mojarodan so'ng Germaniyadagi Amerika harbiylarining mavjudligini qisqartirish mumkinligi haqida ogohlantirgandi. Bunga Merzning Eron 2 oylik mojaroni tugatish bo'yicha muzokaralarda AQShni sharmanda qilayotgani haqidagi bayonotlari sabab bo'lgan. Endi AQShdan takliflarga rasmiy javob kutyapmiz. Eron Tehron tomonidan Pokiston vositachilari orqali Washingtonga taqdim etilgan harbiy harakatlarni to'liq to'xtatish bo'yicha yangi taklifning ba'zi tafsilotlarini oshkor qildi. Tasnim axborot agentligining xabar berishicha, 14 banddan iborat reja tajovuz qilmaslik kafolatlarini, AQSh kuchlarini Eronga tutash hududlardan olib chiqishni, dengiz blokadasini bekor qilishni, muzlatilgan Eron aktivlarini ozod qilishni, kompensatsiya to'lovlarini, sanksiyalarni bekor qilishni, barcha jabhalarda, jumladan Livanda urushni tugatishni, Hormuz bo'g'ozida yuk tashishni tartibga solishning yangi mexanizmini va boshqa qoidalarni o'z ichiga oladi. Nashrning ta'kidlashicha, Amerika tomonidan taqdim etilgan 9 banddan iborat taklif